Men chet el safarda turib ayolim bilan janjallashib qoldim. Keyin ayolim unda javobimni bering deb 2-3 marta aytdi. Men xo'p, borsam beraman dedim. Lekin berish niyatim yo'q edi. Shunchaki uni gapdan to'xtatishini xohlagan edim. Shunda bizning oramizda taloq bormi yoki yo'qmi? Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Bu holatda ular o'rtasiga taloq tushmagan. Chunki taloq qat'iy aytilgan o'tgan zamon yoki hozirgi zamonning fe'li bilan mana taloq berdim, taloq qildim degan gaplar bilan taloq tushadi. Lekin kelasi zamonda ifodalaydigan so'zlar bilan taloq qilaman, taloq beraman degan gaplar bilan taloq tushmaydi. Bu go'yoki bir rejaga o'xshaydi. Reja yoki va'da desa ham bo'ladi. O'sha muddat kelganda u taloq bersa taloq tushadi, taloq bermasa taloq tushmaydi. Demak, bu holatda so'ralayotgan holatda bo'ldi, borsam beraman, uyga yetib borganimda beraman, borsam beraman degan bu xuddi kelishuv, va'daga o'xshaydi, lekin kelgandan keyin manzilga yetib kelgandan keyin taloq bermasa taloq tushmaydi. Hozirgacha ham taloq tushmagan bular o'rtasida. Allohu a'lam bissavob.